biza u eshitilgan ma'ruzalardan bilasizmi, ham ma'naviy, ham ruhiy ozuqa oldi. Ayniqsa ruhiy ozuqa juda katta ahamiyatga ega. Chunki inson ovqat yeydi, badani ozuqa oladi. Endi ma'ruza eshitsa, boyagi amr ma'ruflar eshitilsa, bu diniy suhbatlarda bo'lsa, inson u ruhiy ozuqa oladi. Shu ishni tashkil qilgan, bizga shuncha sharoit yaratib bergan prezidentimizdan Alloh rozi bo'lsin. Biza Arofatda, Minoda, Ka'bada tavof qilayotganlarda hammasida yurtimizga duo qildi, yurtimizni shu ishlarni tashkil qilganlarni duo qildi. Allohim kelajakda bizning zurriyatlardan ham oilasi va jamiyat uchun foydali zurriyatlar bo'lib, dunyoga mana shu o'zbek millatini dong'ini ketkazadigan zurriyatlar bo'lishlarini Allohdan so'rab duo qildik. Alloh duolarimizni ijobat etsin.